Sharq Turkistonda ota-onalari yig'ilish lagerida tutib turilayotgan va o'zlari balla lageriga qamalgan balalar Xitoyning besimi ostida assimilyatsiya qilinmoqda. Eng yangi film ichidagi qayg'u hasratlar yuzlariga chiqqan 3 yoshli Uyg'ur qizga Xitoy o'qituvchisi kulgin degan bo'lsa-mu, lekin u qiz kulishining o'rniga ovozini qo'yitib yig'laydi. Bu ko'rinish Sharq Turkistondagi vaziyatning qanchalik vahimalik ekanligini ko'rsatib berdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Baş katibi Antonio Guterres kishilik huquq tashkilotlari o'zini Uyg'urlarning yig'ilish lageriga qamalishini ayblashga chaqirgandan keyin Xitoyni ayblaganligini inkor qildi. Ehtiyotchan diplomatiya elib borganligi haqidagi tanqidlarga radiya bergan Birleşken Devletler Teşkilatı Baş katibi Guterres bu haqda Xitoy doiralariga mendimmi bakira qat'iy va ochiq ifoda bildirgan biri bor deb qaramayman dedi. Guterres apreldagi Xitoy ziyoratida faqat masalani kun tartibga olib kelmadim, shuning bilan birga jamoatchilikka oshkorladim dedi. Amerika Birleşken Devletler Teşkilatı umum yig'iniga qatnashish uchun iltimos qilgan Eron prezidenti Hasan Ruhani va tashqi ishlar ministri Zarifning viza iltimosini rad qildi. Bu qarorni Eron tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Abbas Musavi ommaviy taratquv hisobida bayonot e'lon qilib uqtirdi. İran Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Abbas Musavi Amerikaning Hasan Ruhani va Zarifga Birleşken Devletler Teşkilatı yig'iniga qatnashish uchun viza berganligi haqidagi xabarlarga qarata ommaviy taratquv hisobida bayonot e'lon qildi. Zarifning atatigan Nyu-Yorkka harakat qilganligi uchuri berildi. Amerika va Xitoy orasida savdo urushi davomlashmoqda. İki devlet heyetlerining 2 oydak vaqtdan buyon to'xtab qolgan muzokaralarni qayta boshlaydiganligi bildirildi. Yevropa xabarlari to'rining bildirishicha, 2 kun davomlashadigan yig'inning oktyabrning 5ida o'tkaziladigan yuqori darajali suhbatning tayyorligi bo'lib, oktябrdagi suhbatda muzokara qilinadigan temalar belgilanadi. İki devletning butun dunyoga ta'sir ko'rsatadigan savdo urushini to'xtatmasligi, yangi bosh qo'shmasligi qaror qilinadi. Türkiye Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hani Aksoy Janubiy Siprus doiralarining 7-nomerlik atalmish ruxsat qilingan rayon uchun xalqaro shirkatlar bilan kelishim tuzganligiga qarata bayonot e'lon qildi. O bayonotida Janubiy Siprus doiralarining bu orolning tamomida haqiqiy bo'lgan turklarni yo'q chiqarib, atalmish ruxsat qilingan 7-nomerlik rayon haqida Fransiya va Italiya shirkatlari bilan kelishim tuzganligi haqidagi xabarlar bütün ogohlantirishimizga qarshi Janubiy Siprus doiralarining bu vaqtdagi qat'iy maydonimizni tunib yetilmaganligini ko'rsatmoqda dedi. Sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Tillerson, Isroil bosh ministri Netanyahuning Trumpni qoyil qilish uchun nurg'un qitim yolg'on uchur berganligi ilgari surildi. Donald Trumpning tunji tashqi ishlar ministri Rex Tillerson Harvard universitetida qatnashgan bir yig'inda Trump bilan Netanyahu orasidagi munosabatlar haqida g'alati ishlarni o'ttirib qo'ydi. O Netanyahuni beqobiliyatli siyosatchi deb tasvirladi va uning Machiavellist ekanligini aytdi. O yana agar bir bilan aloqa qilsangiz so'zlarga har vaqt biroz gumon bilan qarg'iningiz yaxshi dedi.